Qadrli kuzatuvchilarim, bugun qovoqli oladyi qilmoqchiman va kaskadda, ya'ni kaskad programmasida mumkin bo'lgan mahsulotlar ro'yxatidan qovoqli oladyi tayyorlamoqchiman va bu retseptni siz bilan bo'lishmoqchiman. Demak, men 150 gram qovoq soldim, 80 gram tvorog soldim va hozir bunga ikkita tuxum, keyin bitta ko'k banan solinadi. Mana banan solamiz va albatta ikkita tuxum solinadi. Ikkita tuxum solindi. Endi uglevodi kam bo'lgan unlar bor, ya'ni yog'li unlar deyiladi. Lekin grechka unimiz ham uglevodi kam bo'lgani uchun grechka unidan 2 osh qoshiq qo'shamiz va massani aylantirib, oladyini sariyog'da qovurib olamiz. Mana tayyor massamiz shunaqa bo'ladi va buni men sariyog'da qovurib olaman. Past olovda. Shu sariyog'dan tavaga solib qovurib olaman. Mana tayyor bo'lgan oladyilar, qovoqli oladyi retseptini berdim yuqorida. Juda ham ko'rinishi chiroyli, mazasi ham juda ham a'lo.